Ular men sizlarga bitta narsa ko'rsataman. Mana shu bizning kanal, mana pastda mana fik yo'zibi, pastda mana x fikki meni lichkam. Qaranglar, MOSFET, ADNXBet, nima farqi yo'q любойdan muammo, xatolik, pol nimadir bo'layotgan bo'lsa, yo'stalarni chiqarib beraman mana. Ko'ryapsizlar mana shu. Mana shuni hammasini mana ko'rib turgan narsalaringni ADNXBetni, MOSFET orqasidan olganman, Lionbetlar orqasidan, DBBet. Так что agar promokoddan o'tib bonus bermasa, или так далее nimadirlar bo'lib qolsa agar, mana lichka. Shuni yozinglar. Ro'yxatdan o'tish kerakmi MOSFETdan, Lionbetdanmi, Xbetdanmi, Adinwindanmi, hammasidan birinchi ro'yxatdan o'tganga men sizlarga отвечай olib beraman. Nimaga bunday deyapman? Chunki mana o'shanda ro'yxatdan o'tganim uchun men depozit uchun birinchi depozit qildim. Masalan, $50 uchun depozit qilyapman, shuni bonus beryapti, bitta notebook olib kelyapman. Xuddi shunaqa bo'ldi, mana ko'ryapsizlar. Laxotron или unaqa narsa yo'q. Ochiqchasiga mana kanalimga kirasizlar, mana Fiki UZB bu hech kimda yo'q bunaqaniki halicha. Shuna tepaga o'tkazasizlar. Полный istoriya bor. Kimga qanday pul ichib berganim, nima qanlarim. Так что bo'llar, yozasizlar. Sabab chunki hozir hammaga pul kerak. Так что menga ham pul kerak. Men sizlarga yordam beraman, yo yordam berganimga bir qism berasizlar, to'g'risi. Mana shuncha narsani yordam berganim, AdNXBetdan bonus olganim, ochiq qo'yaman, men ichimni yashirmayman. Meni hamma taniydi, masalan, blogerlar ham. Davay bolalar yozamiz mana shu lichkaga.